Sizlar bilan bugun xuddi shunaqa o'yinchoqcha to'qishni o'rganamiz. Mana bu shapkachasi. Xuddi shunaqa o'yinchoq to'qishni o'rganamiz. Sizda ham qolib ketgan shunaqa mayda iplar bormi? Keling, bugun shunaqa mayda iplardan o'yinchoq to'qishni o'rganamiz. Taxminan mana shunaqa. Qani bo'lmasam boshladik. Buning uchun bizga kurchok kerak bo'ladi. Mana shunaqa och seri rangdan foydalandim. Bizga kurchok kerak bo'ladi. Agar siz xohlasangiz oq rangdan foydalansangiz bo'ladi va belgilash uchun shunaqa kerak bo'ladi. Endi ipimizni aylantiramiz va birinchi 6 ta plyus to'qiymiz. Bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Va ipimizni tortamiz. Tortib, endi shu joyiga qotiramiz. Endi har biriga ikkitadan plyus to'qib chiqamiz. Ya'ni 12 ta plyus bo'ladi shunda. Belgilab olsak, boshi qattaligini sanashimizga ham oson bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib har biriga ikkitadan qilib chiqamiz. Siz ham qo'lingizga shunchaki bitta ip olib harakat qilib ko'ring. Qo'lingizdan keladi. Bu juda ham oson. O'yinchoq to'qish o'z farzandingiz uchun yoki sovg'aga. Mana 12 ta to'qidik. Endi keyingi qatorida 18 ta to'qishimiz kerak. Buning uchun bitta to'qiymiz, keyingisiga ikkita to'qiymiz. Bitta to'qiymiz va keyingisiga ikkita to'qiymiz. Shunda jami 18 ta bo'ladi. Mana bunisiga ikkita to'qiymiz. Xuddi shunaqa qilib mana ilgagimizni yana kirgizib olamiz. Belgilab olamiz. Va oxirigacha shunaqa qilib to'qiymiz. Mana 18 ta bo'ldi. Endi yana bunimizni chiqarib tegizib olamiz. Endi keyingi qatorimizda 24 ta bo'lishi kerak. Buning uchun endi ikkita plyus to'qiymiz. 3-chi plyusimizga ikkita to'qiymiz. Ya'ni bitta joyga ikkita to'qiymiz. Shunda ko'payadi. 24 ta bo'ladi ya'ni. Mana yana ikkita plyus to'qiymiz va 3-chisiga ikkita. Xuddi shunaqa qilib oxirigacha to'qiymiz. Mana ikkita to'qidim. 3-chisiga yana ikkita. Shunda jami 24 ta petlyamiz bo'ldi. 24 ta plyusimiz bo'ldi. Mana. Endi keyingisida mana keyingi qatorimizga ham keldik. Bunda 3 ta to'qiymiz. Belgilash eslangdan chiqmasin. Bitta, ikkita, 3 ta to'qidim. Belgimizni qo'yib olamiz.
adashib ketmasligimiz uchun va shu yerda ko'paytiramiz. Yana 3 ta to'qib, yana ko'paytiramiz. Yana 3 ta to'qib, yana ko'paytiramiz va oxirigacha shunaqa qilib kelamiz. Mana keldik. Belgilagan joyimizni olib, endi keyingi qatorimizda 4 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz. 4 ta to'qib, yana ko'paytiramiz. O'yinchoq to'qishni biladiganlar yaxshi biladi ko'paytirishni. Ya'ni ketma-ketlikda shunaqa qilib ko'paytirib ketiladi. Birinchi bitta ko'paytirasiz, keyingisida 2 ta ko'paytirasiz, keyingisida 3 ta to'qib keyin ko'paytirasiz, keyingisida 4 ta to'qib keyin ko'paytirasiz. Xuddi shu ketma-ketlikda ketadi. Mana xuddi shunaqa qilib oxirigacha. Mana endi keyingi qatoriga keldik. Endi bitta zanjir olib 5 ta to'qiymiz. 3 4 5. 5 ta to'qib, 5 ta to'qidim. Endi ko'paytiraman. Ya'ni bitta joyga 2 ta qilib ko'paytiramiz. Yana 5 ta to'qiymiz. Va ko'paytiramiz. Xuddi shunaqa qilib mana bu joyigacha to'qib kelamiz. 5 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz, 5 ta to'qib ko'paytiramiz. Mana endi keyingi qatoriga keldik. Bu qatorida 6 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz. 6 ta to'qib ko'paytiramiz. Xuddi shunaqa qilib ko'paytirishimiz kerak. Mana belgilab oldim. 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. 6-sini ham to'qiganimizdan keyin shu bitta joyga 2 ta qilib ko'paytiramiz. Yana 6 ta to'qiymiz va o'sha 7-joyiga 2 ta to'qiymiz. Shunda jami nimamiz, plyusimiz 48 ta bo'lishi kerak. Yana shu joyiga 2 ta to'qiymiz. O'yinchoqda qancha zich qilib to'qsalaring, shuncha chiroyli chiqadi. 6 ta to'qiymiz, ko'paytiramiz, 6 ta to'qib ko'paytiramiz. Mana aylantirib to'qib chiqdik. Jami 48 ta plyusimiz bo'ldi. Endi 9-qatordan, biz hozir 9-qatordamiz, 18-qatorgacha, ya'ni shu 9 qator umuman ko'paytirmasdan aylantirib to'qib chiqamiz. Ya'ni shu 48 tani aylantirib to'qib chiqamiz. Aylantirib to'qaveramiz, hech qanaqa ko'paytirish yo'q. Xuddi shunaqa qilib buni belgilab olsak, mana bu joyiga kirgizib olsak, necha qator to'qiganimizni bemalol sanasak bo'ladi. Mana shu joydan boshlab 9 qator to'qiymiz, aylantirib to'qib chiqamiz. Mana 18 qatorda 9 qatorda to'qib keldik. Ya'ni 9-qatordan 18-qatorgacha 9 qatorda to'qib keldik. Endi qisqartirishni boshlaymiz. 2 ta to'qidim. 6 ta to'qiymiz, qisqartiramiz. 6 ta to'qib qisqartiramiz. Keyingi qatorimizda bo'lsa, shu 5 ta to'qib qisqartirib, 5 ta to'qib qisqartiramiz. Shunda jami 36 ta belgimiz qoladi. Plyusimiz qoladi. O'yinchoq to'qishda eng asosiysi sanoqdan adashmaslik. Mana endi kelgan joyimizda
to'rtta to'qiymiz, qisqartiramiz, to'rtta to'qib qisqartiramiz. Des degani qisqartirish degani, ya'niki shunaqa ins yozilgan bo'lsa ko'paytiriladi, des yozilgan bo'lsa qisqartiriladi. Shuni o'zbekcha yozsam ham bo'lardi, lekin ko'pchilik o'yinchoqda PDF formati bo'ladi, ya'ni shunaqa yozilgan formatiga qarab bemalol keyin to'qishlaring mumkin. Shuning uchun boricha yozdim. Tushuntirishda o'zbekcha tushuntirib berib o'tib ketaman deb. Mana to'rtta to'qidim va qisqartiramiz. To'rtta to'qib yana qisqartirib oxirigacha kelamiz. Mana endi ko'zini qo'yib olishimiz kerak. Bizga shunaqa ko'z kerak bo'ladi. Belgilaymiz. Orasini 10 tacha tashlab, ya'ni kirgizib olamiz.